Bugungi ishimiz 4 ta joydan. Moskovskiy oblast, город Одинцово, Moskovskiy oblast, город Химки, Moskovskiy oblast, город Krasnogorsk va Moskovskiy oblast, город Chexovdan. 8 soatlik ishim bor, 3 mahal ovqat beradigan ishim bor. Akalar opalar, shu videoni like bosinglar va musofir do'stlaringga jo'natib qo'yinglar. Yotoq joyi, registratsiyasi, obedi бесплатный. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan agarki siz yangi kelmoqchi bo'lsangiz, shu ish sizga to'g'ri keladi. Tezda shu videoni saqlanib qo'ying o'zingizga va musofir do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Shunday videolar chiqaryapman. O'ylaymanki, shu videomiz bir dona like-ga arziydi. Va обязательно videoni ko'rib bo'lgandan keyin kommentariyaga o'tib, kommentariy yozib qo'yish sizdan chiqmasin. Qanday yana ishlarni chiqaray, kommentariyaga o'tib, kommentariyaga yozib qo'ying. Kommentariyaga Telegram kanalimda, Instagram kanalimda ссылкасini закрепить qilib qo'yaman, o'tib подписаться qilib qo'ying. Agarki siz Rossiyada dokument qilishga qiynalib turgan bo'lsangiz, Sabr Musofir kanali sizga dokumentlaringizga yordam beradi. Registratsiya deysizmi, sertifikat deysizmi, patent deysizmi, трудовой договор va boshqa dokument, pravalli, bo'ynamud dokumentlaringiz kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga, menejerimizga aloqaga chiqinglar. Qanday dokumentlar kerak bo'lsa, original tez orada qilib berishadi. Akalar, opalar, Sabr Musofir kanalidan yana aloqaga chiqsalaring, arzonroq narxda qilib beradi. Shu videoni like bosamiz, tanish bilishlarimizga tarqatib qo'yamiz. Chunki dokument qila olmagan akalarimiz juda ham ko'p Rossiya territoriyasida. Rossiyani Assalomu alaykum do'stlar, sizlar Sabr Musofir kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Akalar, opalar, videomizni boshlanishidan oldin bir donadan like bosinglar va обязательно kimki yangi bo'lsa kanalimizga подписаться qilib qo'yinglar. Videoni to oxirigacha ko'rganlaringdan keyin обязательно kommentariyaga o'tib, kommentariyaga yozinglar. Qanday videolar chiqaray, necha yoshgacha chiqaray, kommentariyaga o'tib, kommentariyaga yozib qo'yinglar va qanday ishlarni chiqaray. Sizlarni kommentariyalarni o'qib, sizlar uchun ish chiqaraman. Bugungi ishimiz Moskovskiy oblastda hammasi. Birinchi ishdan boshlayman. Moskovskiy oblast, город Ximkiga грузчик, разнорабочийlar kerak, erkak kishilarga 18 yoshdan to 50 yoshgacha bo'lgan akalarimizni taklif qilamiz. Dokumentingiz bormi, yo'qmi? Absolyutni farqi yo'q. 8 soatlik ish qilamizsiz. Nima ish deb so'raysizlarmi? Stiklo aynak chiqaradi. Operatorlarga pomochnik bo'lasizlar. Stiklolarni tozalaysizlar, aynaklarni tozalaysizlar. Uncha qiyin ish ham yo'q. Marhamat, kimgaki ish kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga срочный aloqaga chiqinglar, joylarni zaynat qilinglar va kelinglar ishga joylashinglar. Sizlar uchun 8 soatlik ish chiqaryapman. Bu joyda yotoq joyi, registratsiyasi, obedlar бесплатный. Agarki siz O'zbekiston yo Tojikiston, Qirg'izistondan kelsangiz, dokumentlaringizga yordam beradi. Tezda aytib o'taman, hamma ishni uslovasini aytib o'taman. Iltimos, yana telefon qilib menejerlarni boshini qatirib o'tirmanglar. Chunki men polniy uslovasini o'zim aytib o'taman. Xohlasalar ishda videosini ham qo'yib o'taman. Ikkinchi ishimiz Moskovskiy oblast, город Chexovga грузчикlar kerak, соленый sexga. Salat qiladigan sexga грузчикlar kerak. Akalar, opalar, videosini qo'yib o'taman, videosini ko'rasizlar. Bu yerda 3 mahal ovqati бесплатный, yotoq joyi, registratsiyasi бесплатный. Marhamat, bunday ishlar har kuni ham chiqolmaydi. 8 soatlik ish bor, 11 soatlik ish bor, 3 mahal ovqat beradigan ishlar bor. Shu videoni musofir do'stlaringizga, tanish bilishlaringizga tarqatib tashlang, shu videoni gazini bosib tashlang. YouTube'da juda ham ko'p prosmotr olsin va juda ham ko'p akalarimiz, opalarimiz ko'rib shu videoni kelib ishga joylashsin. Akalar, opalar, mana ikkinchi ishni ham aytib o'tdim. Kimki tushunmagan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar va podrobnosti informatsiyalar, adreslarni tashab berishadi. Kelasizlar, joylashasizlar. Uchinchi ishimiz choy fabrikasidan juda ham ko'p odamlar ish so'ragandi. Choy fabrikasiga ishga kelsak bo'ladimi deb. Mana sizlar uchun choy fabrikasidan ham joylar ochildi. Bu yerga ham грузчикlar kerak. Marhamat, kimgaki choy fabrikasidan ish kerak bo'lsa, oson ish kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga срочный aloqaga chiqinglar, joyni zaynat qilinglar. Chunki 5 ta odamga joy bor. Danni moment uspet qilib qolinglar, choy fabrikasiga ishga kelib joylashga uspet qilib qo'yinglar. Yotoq joy, registratsiya, obedi бесплатный. Mumkin 3 mahal ovqat beradi sizlar uchun. Kelinglar, 4-chi ishimiz Moskovskiy oblast, город Одинцовоga Texnodrov
производствоga, daraxt chiqaradigan joyga odamlar kerak. 10 soat ish, bitta xonada 1 kishi yoki 2 kishi yotadi. Yotoq joyi, registratsiyasi va obed yo'q kompensatsiya qilib beradi. Marhamat. Sizlar uchun 4 ta joydan ish chiqaryapman. Videosini qo'yib o'taman, videosini ham ko'ringlar. Texnodrofda nima ish qilinadi. Keyin videoni ko'rib bo'lgandan keyin ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. 4 ta ishni birdaniga chiqaryapman. O'ylaymanki, arzimagan laykka arziydi shu videomiz va kommentariyaga o'tib, kommentariyani gazini bosinglar. Qancha ko'p kommentariy bo'lsa, shuncha yaxshi. Shuncha ko'p kommentariyalarni o'qiyman va shunday ishlarni chiqarishga harakat qilaman. Тебе не надо побольше. Поймал, покушал. Не думаешь, на что это? Почему? Арестовали этот четвертую, когда привезли? Тот день, который ты сказал. были, Да. А ты что говорил? Сколько времени? Сколько по времени неправильно? А? Сколько времени неправильно? Сколько по времени? Akalar, opalar, shuncha videomizni podдержка qilib kelyapsizlar. Rahmat podдержкаларинgiz uchun. O'ylaymanki, shu videomizni ham podдержка qilasizlar. Sog' omon bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar. Xayr.